Assalomu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'ryapsizlar. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Mengil Chehra. Xitoy hukumat taratqullari Uyg'ur elidagi yerlik millatdan bo'lgan kadrlar nisbatining 51% ga yetganligini e'lon qilgan. Xabarda Xitoy tashviqot an'anasidagi zamon farqini silishtirish usuli qo'llanib, navbatda Uyg'ur elida vazifa o'tayotgan yerlik millat kadrlarining 410 mingdan oshganligini, buni 1955-yildagi ahvol bilan silishtirganda 9 oshganligini ta'kidlagan. Xabarda yana Aqto'y noyisini misol qilib, mazkur noyida yerlik millatlar naposining 90% dan ko'pragini tashkil qilganligi, ammo noyidagi davlat ma'murlari ichida oz sonli millatdan bo'lgan kadrlarning oran 49% ni egallaydiganligi tilga olingan. Kuzatuvchilar mazkur xabardagi yerlik millat aholisi 90% dan ko'proq nisbatni egallaydigan Aqto'y noyisida yerlik millatdan bo'lgan davlat ma'murlarining 50% ga yetmaydiganligi Xitoyning milliy avtonomiya tashviqotidagi aldamchiligini aniq ko'rsatib berdi deb qaramoqda. Tayland doiralarining Bangkokdagi portlash voqeasi haqida boshdan oxir ziddiyatlik bayonlarni berishi bo'libmi oldingi kuni bu voqeani odam qochoqchilariga döngishi xalqaro jamiyatda davomli gumon qo'zg'amoqda. Ma'lum bo'lishicha, Tayland hukumati hozirga qadar Bangkokdagi portlash voqeasiga chetishlik deb qaralgan 13 gumondorga tutish buyrug'i chiqargan. Ulardan birining Pokistonlik, yana birining Taylandlik ayol ekanligi ilgari surilgan bo'lsa-mu, lekin turk yoki Xitoy pasporti ko'targan qolgan 11 gumondorning etnik kimligi haqida izohat berishni rad qilgan. Tayland davlatlik bosh soqchi idorasining mas'uli 15-sentabr bayonot berib, Bangkokdagi portlash voqeasini odam qochoqchilarining o'ch elish harakati deb tushundirgan. Uning ko'rsatishicha, mazkur portlash voqeasini Uyg'urlarni yo'tkaydigan bir qochoqchilik to'ri e'lonlagan ekan. Albuki Tayland doiralarining bir-biriga ziddiyatlik bayonlari xalqaro jamiyatni qoyil qilmadi. Uyg'ur siyosiy analizchilarmi Tayland doiralarining voqea haqidagi bayonlarining reallikka uyg'un kelmaydiganligini ta'kidlamoqda. Egallanishicha, doiralar muqimlikni bano qilib, Uyg'ur elidagi idoriy jamiyat va boshqa hukumat xizmatchilarini ulab bayramlik dam olishga qo'yib berdiganligi haqida uqtirish chiqargan. Xabar qilinishicha, bu yil Uyg'ur elida musulmonlarning qurboniyati bilan Xitoyning Tavuz chog'ining birlik vaqtga to'g'ri kelganligi ma'lum. Shu vajidan Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar uqtirish chiqarib, idoriy jamiyatlarning 9-oyning 24-kunidan 28-kunigacha dam olsa bo'lganligini, sharoiti yor bergan joylarning davlat bayramini ulab ishchi xizmatchilarini toki 10-oyning 5-kunigacha dam olishga qo'yib bersa bo'ladiganligini uqtirgan. Urumchidan olgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, ba'zi idoralar maxsus yig'in ichib, bu qitimqi uzun dam olishga qo'yib berishning sababi Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligini tabriklash faoliyatini bexatar o'tkazilish uchun ekanligini eskartgan. Xitoy hukumat taratqullaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kommunistik yoshlar ittifoqi Uyg'ur avtonom rayonlik sho'basi bu yil yozliq ta'tilda 12 ming o'quvchini tashkillab, siyosiy tashviqot uchun asosiy qatlamga avatgan. Oliy va o'rta texnikumlardan tashkillangan bu o'quvchilar yozliq ta'til mezgilida Uyg'ur elining 50 noyisidagi 800 dan ortiq kentga avatilgan. Ular ittifoq komitetining tashkillashi bilan yez kentlarga berib atalmish diniy asabiylikka qarshi Xitoy hukumatining qonun siyosatlarini tashviq qilishga selingan. Xitoy doiralarining har yili 100 minglab kadrni muqimlik xizmati uchun asosiy qatlamga avatgandan sirt, oliy maktab o'quvchilarini ta'til mezgilida siyosiy tashviqot uchun safarbar qilishi diqqat qo'zg'amoqda. Tangirtog to'g'ri o'tgan oyning 8-kunidagi xabarida Turkiyada yashayotgan Uyg'ur jamoat arbobi Abduqodir Yapchanni Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotining katibishi deb tilga olgan. Xabarda uning Turkiyadagi bir televizorda Taylandning 109 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib bergani apo qilishga bo'lmaydi deganligini tutqi qilib, buni Tayland hukumatiga oshkor tahdid solganlik deb ayblagan. O'tgan hafta chet eldagi ba'zi Xitoychi taratqular Xitoy davlat axborotining yuqorqi bayonlarini naql keltirib, Abduqodir Yapchan apandining ismini yana tilga olgan. Halbuki Abduqodir Yapchan apandi radiomiz ziyoratini qabul qilib, Xitoy hukumatining o'zi haqidagi ayblashini rad qildi. O o'zining ayni chog'da faqatlam voqeaning taraqqiyoti haqida o'z farzini o'tirg'a qo'yganligini, buni hargizmo tahdid deyishga bo'lmaydiganligini eskartdi.
13 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan vijdon mahbusi Niyoz Qaharning turmadagi qiyin ahvoli diqqat qo'zg'amoqda. Niyoz Qaharning onasi bilan uning qarindoshlari yaqinda radiomizning ziyoratini qabul qilib, uning uzoq muddatlik turma hayoti jarayonida yildan yilga ojizlab ketayotganligini bildirdi. Niyoz Qahar aslida Urumchi Kashlik gazetining muxbiri bo'lib, 5-iyul vaqasi yuz berib, oradan 21 kun o'tganda, ya'ni 2009-yili 7-oyning 26-kuni Urumchidagi uyidan yoshirincha tutib ketilgan. 2010-yili Urumchi shaharlik o'tir sud mahkamasi yepiq sud ichib, uni davlatni parchalashga qudratqullik qilgan degan jinoyat bilan 13 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Uning hozir Shixo turmisida jazo muddatini ijro qilayotganligi ma'lum. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.